Baliq burji vakillari uchun bu yil qutqarish emas, yashash yilidir. 2026-yilda siz nihoyat tushunasiz, noziklik zaiflik emas ekan. 2026-yil Baliq burji vakillari uchun oddiy bir yil emas, balki uzoq va mashaqqatli yo'ldan keyin nihoyat chuqur nafas olish davridir. Siz bu yilda ichki jihatdan yetilasiz, lekin o'z muloyimligingiz va sezgirligingizni yo'qotmaysiz. Aynan mana shu sizning 2026-yildagi eng katta yutug'ingiz bo'ladi. 2026-yil sevgi masalasida yurakning uyg'onish yili bo'ladi. Siz endi tushunasizki, kimnidir qutqarish, doim chidash yoki nimanidir kutib yashash bu sevgi emas. Sizga endi o'yinlarsiz, og'riqsiz, tirik va haqiqiy tuyg'u kerak bo'ladi. Bu yil siz boshqalarda erib ketishni to'xtatasiz va ikki inson o'zligini yo'qotmasdan bir-birini bosimsiz qabul qiladigan sog'lom munosabat qurishni o'rganasiz. 2026-yilda Baliq burji vakillari pulga boshqacha qaray boshlaydi. Endi u tasodif emas, balki muhim resurs sifatida qabul qilinadi. Bu yil moliyaviy jihatdan yetilish davri bo'ladi. Qo'rquvsiz, ochko'zliksiz, lekin o'zingiz yaratgan mehnatga hurmat bilan munosabat qilishni o'rganasiz. 2026-yilda siz boshqalarni qutqarishni to'xtatasiz va shu bilan dunyoni o'zgartira boshlaysiz. Siz endi hislaringizdan qochmaysiz, ularni kuchga aylantirasiz. Muloyimligingiz sizning zaif joyingiz emas, balki eng kuchli qurolingiz. Siz shovqin bilan emas, sokin nur bilan yutasiz va aynan shu sabab 2026-yil siznikidir. Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling.